Kecha zominda qor yog'di. Salom do'stlar, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Barchani Xudoyim o'z panohida asrasin. 22-aprel kuni tog'oldi va tog'li hududlarda sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. O'zgidromet 22-aprel kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Kechasi 10-15 daraja iliq, kunduz kuni 25-30 darajalik bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Kechasi 8-13 daraja iliq, kunduz kuni 22-27 darajalik bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo va Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Kechasi 7-12 daraja iliq, kunduz kuni 20-25 darajalik bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Kechasi 8-13 daraja iliq, kunduz kuni 24-29 darajalik bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Shamol sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Kechasi 7-12 daraja iliq, kunduz kuni 18-23 darajalik bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Baland tog'larda qorga aylanishi ham kutilmoqda. Sizlarga bugun yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar shu edi. Salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting.